Assalomu alaykum bolalar. Men yangi YouTube'da kanal ochdim. Podpiska bosib qo'yinglar. YouTube nomi Maqsad Market deb qo'ydim bolalar. Mening ismim birinchidan Maqsadbek. Like, podpiska bosib qo'yaverasizlar. Do'konga kerakli jihozlarni olib olamiz. Qani arzonroqlaridan olsak zo'r bo'lardi-da. Yo'q, pulimiz yetmaydi ekan. Hozir bittasini olib tashlaymiz va sotib olamiz. Endi kutamiz bolalar, keyin do'konga. Bu brat faqatgina mana shunday narsalar oladigan bo'dka. Kasha olar ekan, kasha. Kasha nimaga kerak brat? $1 qaytamiz. Bu opa ham kasha olar ekan. $10 kirib olamiz. Bu ham kasha olgan faqat. Bunda ham $10 olamiz. Endi chiqamiz. Kompyuterga kelamiz va bitta sotib olamiz. Hozir to'xtaylik. Olamiz. Endi do'konga narsa joylashtirishni boshlaymiz bolalar. Hozir bilasizlar, narxlar oshgan. Buni ham savatga tiqamiz. Olmalar ko'payib ketyapti-yu. Bolalar, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Buni ham joylashtiramiz. Qani pulini qo'yamiz, narxini. Narxi $4.5 dollar. Qani buni ham joylashtiramiz. Bu ikkalasi bir xil ekan-u. Hech qisi yo'q. 10 ta berar ekan bir qutidan. Bu ham shu narsam yo'q. Yog'larimiz bor ana. Buni ham narxini qo'yamiz. $495 ekan bolalar. Buni ham qo'yamiz. Musorga tashlaymiz. Endi buni joyga yetmabdi-yu. Bu ham shu narsami yo'q. Buni joylashtiramiz. Qani ko'raylik-chi. Bu bitta sotib qolar ekan. Endi tashlab olamiz. Qotyapti telefonimiz. Buni ham joylashtiramiz. Buni ham narxini qo'yib olamiz. Shunda zo'r bo'ladi bolalar. Like, podpiska bosib qo'yinglar. $370 ekan. Bitta limon $370 bo'lsa-ya. Yo'q, bu limon ekan, limon. Hali do'konni katta qilishimiz kerak, joylarni ochib olishimiz kerak. Endi odamlarga qaranglar. Chips olar ekanda bu brat faqat. $1. Bu ham $1 bo'ladi. $25 qaytib beramiz ekan. Bu brat ham chips olgan $356. Bolalar, biz levelimiz ko'tarildi, 2-level bo'ldi. Endi ko'ramiz. Bu bratga $10. Bu ham chips olgan faqat $356 olib olamiz. Bo'ling brat. Bu ham chips olgan. Bunga ham $356 olamiz. Bitta olma olgan ekan bu opacha. $218 qaytamiz, olamiz. Bu brat non olgan ekan. $527 olamiz. Bu brat limon olgan ekan. $50 qaytib beramiz.
Qani bu opa nima olibdi? 16,14 dollar oldik. Bu biratga 10 dollar qaytamiz. Qani bu biratdan 86 dollar olamiz. Opadan. Qani keyingi kunga o'taylikchi. Open qilamiz. Hali do'konning ishlarini olish kerak. Bu qayer bu? Ha, bizni magazin orqada ekan-u, market. Mana yangi ish qo'ydik vaqtinchalik. Ko'ramiz. Ishini yaxshi eplayapti-a, bolalar. Qani ko'rib olaylikchi, nima qilar ekan. Biz ungacha narsalarni olib turamiz. Mandarin olamiz, 2 ta. Yangi yil narsalari olamiz. 350 dollar bor ekan. Tekinga berib-yordi-yu shuncha narsani. Esamma nima deb qo'yamiz bolalar? To'xtaylik hozir. Nomni o'zgartiramiz. Maqsad market deb qo'yamiz bolalar. Ana zo'r bo'ldi. 3-level bo'lib oldik bolalar. Like, podpiska bosib qo'yinglar, esdan chiqib qolmasin. Kerak jihozdan olamiz yoki bo'lib ketar ekan bular. Qaysi ko'p bularda? Bitta olaylikchi. Qani ko'raylik. Kamaytiramiz narsalarni, bitta olsa bo'lar ekan-da. Bo'ldi. Hozir bitta narsa olaylik, sotib olamiz. Ko'p bo'lib ketar ekan hozir. Ko'raylik bolalar. Hozir bizda ko'p narsa bo'lib ketibdi, hozir to'xtanglar. 822 dollarimiz bor. Hozir sotib olamiz. 2'ledir bu. Ana sotib oldi bolalar. Odamlar kelishdan to'xtamayapti-yu bu yerda. Nima qilamiz hozir? Telefonimiz qotyapti bolalar. Hozir to'xtanglar. To'xtab turinglar bolalar, to'xtab turinglar, hozir qotib qoldi telefon. Bile. Ana ishlarkan o'yinda bolalar. Endi bu yerni musorlarini olib chiqish kerak bolalar. Do'konga ham musor qiladimi? Baba, 4-level bo'lib oldik. To'xtab turinglarchi, ko'raylik. Hozir to'xtab turinglar. Narsa sotib olamizmi, ko'ramiz. Hozir narsalarni olib olamiz. Qani ko'raylikchi nimalar bor ekan. Kompyuterdan chiqib olamiz, yana qayta kiramiz. Bu yerda bizga kerakmaydigan narsalar. Bosaymiz shuni, bosaymiz. Qani endi ko'ramiz. Do'konni o'zir qilib tashlashgan bularga, qaranglar. Insofsizlar. Bitta ham bo'lib ketdi bu.
Do'konga yangi ishchi oldim. Qani ko'ramiz. Do'konda olma qolmabdi. Hozir. Do'konda olma qolmadi. Endi borib olma olib kelish kerak. Olma hozirda qimmat bo'lib ketgan, katta olamiz endi. Qancha $10 berdi bizga. Hamma do'konga borib, hamma do'kon borki, yonimizda ko'p do'konlar bor. Lekin faqat bizni do'konga kirishyapti. Молодец. Apa faqat non olar ekan, Qani ko'ramiz. Bopa ham non oladimi? Yo'q, bopa non olmadi cho'ta. Yo'q, olarmikan. Chips olar ekan bopa. 3 ta yog'ni olib ketdi mana bu. Bopa. Ko'ramiz. Hali narsalar bor-ku do'konda. Olaversinlar-ki. Ko'ramiz hozir. Qaytib beringlar pulini, hammaladiz. Bizni ishchi ham yaxshi ishlar ekan. Keyingi kunga o'tib olamiz, davay bolalar. Hozir telefon qotyapti. Ketdi. Supermarket deb qo'yibdimi? Bolalar keyingi o'yinda mana shu supermarket degan joyni o'zgartiraman. Maqsad market deb qo'yaman. Bolalar meni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishamiz. Xayr. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.